Assalomu alaykum hurmatli televideniyechilar. Dunyo Uyg'ur qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 11 oyning 8-kuni dushanba. Hammanglarga mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultayining Yevropadagi xizmatlarga mas'ul alayda vakili Asqarjon apandimning bevosita o'rinlashtirishi bilan matbuotlarga to'lgan jasur lager shohidlarimizdan Gollandiyadagi Qalbinur Sidiq xonim bilan Fransiyadagi Gulbar Xotivaja xonim ikkisi 11 oyning 6-kunidan 11 oyning 21-kuniga qadar Germaniyaning Myunxen, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Frankfurt, Göttingen, Leipzig, Berlin, Hannover, Karlsruhe şəhərlərdə və Çexiyanın paytaxtı Pragda müstəbid kommunist Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistanı təsdiqlayan cəza lagerləri və lagerlarda cəryan qılğan içinişlik strategiyalar haqqında guvohlik beriş və axbarat elan qilish fəaliyyətlərinə qatnaşış üçün 6 noyabr Germaniyaning Myunxen şəhərinə yetib kelib fəaliyyətlərini rəsmi başladı. Şu günü Germaniyaning ən nüfuzluq dövlətlik televiziyası ZDF qatarlıqlarını öz içigə alğan Germaniya mətbuatlarının bevosita ziyaretini qəbul qılğan lager şahidlərimiz müstəbid Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistanda təsdiqlayan cəza lagerlərində beşidən keçirgan dəhşətli tragediyaları və lagerlarda insan qəlbidən çıxan vəhşi zulm, besim, qiynaş, xorlaş və öldürülüşə duçar boluyotqan xalqımızın içinişlik sərgüzəştləri haqqında guvohlik berib Germaniya mətbuatlarında yana bir qitim güclük inkas qozğadı. Germaniyaning dövlətlik televiziyası ZDF 7 noyabr bu vaqtda bəgən məxsus xəbərdə bu iki nəfər lager şahidlərimizin bayanlarını arqa görünüş qılğan halda müstəbid Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistanda Uyğurlarını asas qılğan yerli xalqlarga yürgüzüyotqan irqiy qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayi qılmışlarını qayta gün tərtibə ip gəldi. 7 noyabr yakshanba kuni tushda Yevropa Sharq Turkiston birligi Myunxen shahrida Tangtag restoranida bu iki nafar jasur lager shohidlarimizga minnatdorlik bildirish va kutib olish yig'ini o'tkazib, ularni Myunxen shahrida yashayotgan bir qism Uyg'ur jamoati bilan yuz ko'rishtirdi. Kutib olish yig'inida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Parat Yoranqash, Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon va Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon apandilar lager shohidlari Qalbinur Sidiq va Gulbar Xotivaja xonimlarning hozirga qadar Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va Xitoyning Sharq Turkistonda tasdiqlagan nazi kamplarning mohiyatini xalqaro jamoatchiligiga fosh qilishda qo'shib kelgan tarixiy tuhfalarga opirin o'qish bilan birga muhojiratda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni Xitoyning besim, tahdid, haqorat va tuhmatlarga pisat qilmay vatan ichida xo'rlanayotgan qarindoshlarimizning ichinishlik sadosini dunyo jamoatchiligiga bevosita anglitib kelayotgan lager shohidlarimizning bu xil jasurona harakatidan ulgu ilib milliy mustaqilligimizni asliga keltirish ko'rishiga aktivlik va fidokorlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. 7 noyabr tushdan keyin soat 14da jasur lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Gulbahor Xotivaja xonimlar Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan Myunxen shahrida Turkiya Diyanat ishlari ministrligi qaramog'idagi markaz jamiyatida Xitoyning Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlarining mohiyati va o'zlarining lagerlarda beshidan kechirgan ichinishlik tragediyalari haqida guvohlik berib, yig'inga qatnashgan turk qarindoshlarimizning yuraklarini laxti-laxti qildi. Bugun, ya'ni 8 noyabr jasur lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Gulbar Xotivaja xonimlar Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan Germaniyaning Bavariya o'lkalik parlamentida maxsus guvohlik berdi. Bu vaqtdagi xabarning tafsilotini atigi programmamizda ayrim diqqatingizga taqdim qilamiz. Amerika Kengash palatasining Marco Rubioni o'z ichiga olgan 6 nafar jumhuriyatchi a'zosi yaqinda Amerika xalqaro moliya tadqiqot organining boshlig'iga xat yozib, ularning Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik quyosh energiya taxtalarini setib olmaganligi haqida javob berishni talab qilgan. Bu xatda Amerikaning irqiy qirg'inchilik va majburiy amgakka sherik bo'lib qolmasligiga kapolatlik qilish davlat majlisining xalqiliq muhim vazifasi ekanligi ta'kidlangan. Bu xat Amerika xalqaro moliya taraqqiyot organining muvaqqat ijroiya direktori Joe Jagadersonga yozilgan bo'lib, uningga Marco Rubio, Sam Tillis, Rick Scott, Marsha Blackburn, Ben Sasse, Jerry Moran qatorliqlar imzo qo'ygan. Xatda Biden hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik, insonlikqa qarshi jinoyat deb bekitganligi eskartilib, mazkur organ quyosh energiya texnikasi shirkatlarini mablag' bilan ta'minlashda bosh topshiruvchilarning pulining atalmish Xinjiang avtonom rayoni yoki Xitoyning har qanday joyidagi kirmni metali yoki ko'p kristallik kirmnini o'z ichiga olgan majburiy amgak mahsulotlariga chetilib qolmasligiga qanday kapolatlik qilayotganligi, buningga qarata qanday tadbirlarni ilayotganligiga tushuncha berishi talab qilingan. Atyurt Fidoilar Tashkilotining rahbari Erbul Davlatbek apandi Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida 28 oktyabr Qozog'istonning Sharq Turkistonga chegaradosh Panjimiyisidagi maktabda qozoq Uyg'ur o'quvchilari o'rtasida yuz bergan odatdagi majroning aslo milliy to'qinish emasligini ta'kidlab mundaq dedi.
Amaliyotda bu hech qanday millatlararo to'qinish emas. Maktabda ikki o'quvchining mushtlashishi degan har qanday yerda bor. Bo'lgan ham bo'laveradi. Bola bo'lgandan keyin shunday mushlashib o'sadi. Buning birsining Uyg'ur, birsining qozoq bo'lganiga munosabatlik, ba'zilar buni Uyg'ur bilan qozoqning to'qinishi degisi keladi. Bu undaq emas. Uyg'ur bilan qozoq qarindosh, tuqqan millat. Ular hech qachon bir-biriga dushman bo'lmagan ham bo'lmaydi. Hozir Sharq Turkistonda Uyg'urmo, qozoqmo intayin og'ir kunlarni beshidan o'tkazyotadi. Ya'ni Xitoyning qirg'inchilik siyosatiga duchor bo'layotadi. Har ikki xalqning taqdiri bir. Mushu paytda ma'lum bir guruhlar kuchlar Uyg'ur bilan qozoqning birlashishining oldini olib, mushundaq ishlar bilan shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz buningdan saboq olishimiz kerak. Bu millatlararo to'qinish emas. Qozoq bilan Uyg'urning hech qanday bir-biriga o'chmanligi, qasdligi yo'q. Bolalarning mushtlashishini bir qarab ota-onalar o'z bolalariga millatlararo rozimanlikni targ'ib qilishi kerak. Har qachon mushundaq voqealarning oldini olib turish, qarindosh millatlarni janjaldan saqlash lozim. Atyor Pidoyilar tashkilotining rahbari Erbol Davlatbek apandimning yuqorqi qarashlarining nihoyatda o'rinli ekanligini ta'kidlashgan Qozog'istondagi ba'zi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari Xitoyning yushurin qo'mondonligidagi ba'zi qorong'u kuchlarning panjim yisidagi maktabda Uyg'ur qozoq o'quvchilar o'rtasida yuz bergan odatdagi bir majroni qandoqdir milliy to'qinish qilib ko'ptirib, bozorga silishga urinayotganligini. Shunga bir-biri bilan qon qarindosh bo'lgan Uyg'ur va qozoq xalqining texmi zich ittifoqlashib, o'zaro sevgi va hamkorlikni yanada kuchaytirishi lozimligini ta'kidlashmoqda. Xitoyning bu yil 3-oktyabrdan boshlab Qo'rg'os shahrida bayqalgan koronavirusi sababli butun ilmiy qiyosida yo'lga qo'ygan karantin tadbirlari nurg'un Uyg'ur oilalarining och va yiqilg'usiz qilishini keltirib chiqargan. Xitoy doiralari rayonda yuqumning kontrol qilinganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq uning fuqarolarni izchil oilalarda nazorat qilib, kishilarning talog'i chiqishini cheklashi har xil gumonlarni paydo qilmoqda. Xitoy sayyor doiralarining 2 noyabr e'lon qilgan uqtirishida shuningga qadar rayon miqyosida hech qanday yuqumlar bayqalmaganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha sovuq tushib ketishi, ko'mirni o'z ichiga olgan yiqilg'i va yemak-ichmak bahosining o'rlab ketishi. Buningga ergishib aholilarning uylarida nazorat qilinishi, ularning qishqiruvda och va yiqilg'usiz qilishini keltirib chiqarib, nurg'un kishilarni jismoniy va ruhiy jihatdan vayron bo'lish girdobiga ilib borgan. Iladagi ba'zi fuqarolar Xitoy ijtimoiy taratqularida e'lon qilgan bu vaqtdagi yordam chaqiriqlarida biz och qoldik, uyda hech nima yo'q, ko'mir muqammali deb nido qilgan. Chet eldagi ijtimoiy taratqularda tarqalib yurgan bir maktab bolasining bu vaqtdagi bir chaqiriqida hech nimamiz qolmadi, pulimizmi yo'q dedi. Biz so'langanlikdan bizning ammo vatvarigimiz chiqib, sarang bo'lib ketib boramiz uyda deyilgan. Shu joydagi Xitoy aholilarining chet el taratqularga aytishicha, ilining qamal qilinganiga bir oy bo'lgan bo'lsa-mu, ammo doirlar yuqum ahvolni uqtirish qilmagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Amerikaning Sharq Turkistondagi vaziyatga bo'lgan cho'nqur andishalarining davom qilayotganligini, biroq Beijing qishloq olimpikini boykot qilish qilmaslik masalasidagi maydonida bir o'zgarish bo'lmaganligini bildirgan. Ned Pricening aytishicha, Amerika hukumatining bu masaladagi pozitsiyasida bir yangilik yo'q ekan. U bu so'zlarni Tashqi ishlar ministrligining 4-noyabr o'tkazilgan kundalik axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga qarata aytgan. Yaqinda Rimda o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inining xitobnomasida 20 davlat guruhi rahbarlarining 2022-yillik Beijing qishloq olimpikini va Meyiplar olimpikini dunyoning har qaysi joylaridagi tanharakatchilarning raqobat fursati, inson jasoratining simvoli sifatida kutayotganligi ta'kidlangan. Bu kishilarda Amerika Beijing qishloq olimpikini boykot qilmaslikni qaror qildimi qandoq degan gumonni paydo qilgan edi. Ned Price muxbirning Amerika hukumati Beijing qishloq olimpikini boykot qilmamdi degan savoliga qarang. Menda siz ko'rsatgan 20 davlat guruhining xitobnomasidan xalqib aytqudak bir narsa yo'q. Amerikaning maydonida hech qanday bir yangilik bo'lmadi. Biroq mening deydiganim va aniq bo'lishi kerak bo'lgan narsa bizning Xinjiang vaziyati va Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi kishilik huquqi munosabatlik boshqa bir qator masalalarga bo'lgan cho'nqur andishimiz davom qilmoqda degan. Ned Price bu so'zlarni ba'zi Amerika Davlat Majlisi a'zolari va kishilik huquq tashkilotlari hukumatlarni Beijing qishloq olimpikini boykot qilishga chaqirayotgan bir vaqtda qilgan. Avstraliyadagi muhofizatchi gazetida oldingi kuni e'lon qilingan bir maqolada Xalqaro Olimpik komiteti Beijing qishloq olimpik musobaqasida chang turib olib, tanharakatchilarni yerginishlik ahvolga tushirib qo'yish bilan ayblangan. Maqolada aytilishicha, Xalqaro Olimpik komitetining Beijing qishloq olimpikini o'tkazishda chang turishi olimpik tanharakatchilarini amalsiz ahvolda qo'ygan. Qishloq olimpik tanharakatchilari Xalqaro Olimpik komiteti tarafidan yerginishlik ahvolga tushirib qo'yildi mavzuliq bu maqolani Avstraliyalik yozuvchi va advokat Kieran Pandir qalamga olgan. Uning ko'rsatishicha Beijing qishloq olimpiki tarixdagi eng siyosiylashgan olimpik musobaqasiga aylangan bo'lib,
Uningga qatnashadigan tanharəkətçilər yoki sükut qilib Xitoyning kishilik huquq vahshiyligiga sherik bo'lish yoki uningga qarshi so'zlashning birini tanlashga duch kelgan. Abtur maqolasida Xalqaro Olimpik komitetining prezidenti Tomas Bach garchi olimpik siyosat emas deb ko'rsatgan bo'lsa-mu, biroq tantarbiyaning azaldan siyosat ekanligi va davrimizdagi olimpiklarning texmi shundoqligini ta'kidlagan. Abtur maqolasida yana Uyg'urlarning keng ko'lamli tutqun qilinishining Xalqaro Olimpik komitetining vazifasining sirtida emasligini alohida ta'kidlab o'tgan. Hürmetli görünmeliler. Yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.